Ko'pchilik ayollar hali men yoshman, demak men hali farzand ko'rish imkoniyatim bor deb o'ylashadi. Lekin bu noto'g'ri. Bilasizmi, tuxum hujayralar zaxirasi sizni pasport yoshingizdan ancha ilgari qarishi mumkin. Bugun siz bilan biz tuxum hujayralar zaxirasi nega kamayadi va uni qanday o'z vaqtida bilish mumkinligi haqida va eng muhimi, uni qanday qilib asrash haqida gaplashib o'tamiz. Keling, avval biz siz bilan tuxum hujayra zaxirasi nima ekanligi haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Tuxum hujayralar zaxirasi bu ayol kishi organizmida tuxum donalaridagi har bitta o'sha hujayralarni, demak sonini bizaga bu ko'rsatkichi hisoblanadi va bu bizga nima uchun kerak? Avvalambor balog'at yoshiga yetgandan keyin ayol qizlarimizda demak hayz siklni normaga kelishi, har oyda hayz ko'rish uchun, gormonlar ishlab chiqarish uchun, estrogen, progesteron gormonlarni yetarli darajada ayol kishi organizmida bo'lishi va bu bilan birgalikda demak farzand keyinchalik rejalashtirishda farzand ko'rish uchun juda muhim kerak bo'lgan zaxira hisoblanadi. Ya'ni har oyda tuxum hujayra yetilib yorilishi o'z vaqtida natijasida farzand demak ko'rish imkoniyati bo'ladi ayol kishida. Va sizda demak tuxum hujayralar zaxirasini aniqlash uchun siz ona bolasi klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Chunki bizda sizga o'z vaqtida tashxis qo'yilib, ultratovush tekshiruvida tekshirib, reproduktologlar tomonidan gormonlaringizni miqdorini bilgan holda va har bitta ayolga individual demak yondashish natijasida buni biz to'g'ri tashxislashimiz mumkin va sizga erta diagnoz qo'yib, agar sizda keyinchalik farzand ko'rish rejasi bo'lsa, lekin hozirda tuxum hujayralar zaxirangiz pasayishi keskin kuzatilayotgan bo'lsa, sizga individual demak o'sha eko protokollari bo'yicha tuxum hujayralarni muzlatish protokollari ham bor va buni albatta amalga oshirishimiz mumkin. Chunki keyinchalik siz o'sha farzand ko'rish istagi bo'lganda yoki sharoit bo'lganda sizda bu imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Umuman yo'qolib ham ketishi mumkin. Chunki tuxum hujayralar zaxirasini keskin kamayishi yoki yo'q bo'lib ketish natijasida keyinchalik siz nafaqat tabiiy yo'l bilan, hattoki eko programma orqali ham farzand ko'ra olmasligingiz mumkin. Shuning uchun demak ayollarimiz o'z vaqt soatida tuxum hujayralar zaxirasini erta tashxislash va bunga to'g'ri yondashish va buni bilgan holda demak kerak bo'lsa o'sha reproduktologlarga murojaat qilishlari bu juda muhim ahamiyatga egadir. Ayol kishi tug'ilganda demak 1 millionga yaqin tuxum hujayralari bilan zaxira bilan tug'ilishi mumkin. Lekin bu hammada ham bir xil bo'lmaydi. Turli xildagi xromosom kasalliklar yoki bo'lmasam turli xildagi boshqa vaziyatlar natijasida zaxira miqdori hammada tug'ilganda ayollarda har xil bo'lishi mumkin. Va balog'at yoshiga yetgan sari bu hujayralar soni 300 ming 400 mingtagacha yetib boradi va 35 yoshga yetganda ayollarimizda keskin zaxirani kamayishi kuzatiladi. Reproduktiv yoshga kelganda, demak homiladorlikni rejalashtirayotgan ayollarimizda agar o'z vaqt soatida hayz sikllarini buzilishi yoki bo'lmasam turli xildagi boshqa ekstragenital oqibatlar aniqlanganda, bularni barchasi tuxum hujayralar zaxirasini kamayishiga, hattoki shunaqangi ta'sirlar borki, bu tashqi ekologik omillar, ichki endokrin tizimidagi omillar ta'sirida bu jarayon ayol kishi organizmida yana ham tezlashishi mumkin. Ya'ni ko'pchilik o'ylashadi ayollarimiz, demak bitta farzandlik bo'ldik, demak keyingi farzandni ham bo'lish imkoni juda ko'p deb o'ylashadi, lekin bu noto'g'ri. Erkaklarimizda ular yoshlariga nisbatan urug' spermatozoidlar soni ularda ko'p bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam hattoki biz bilamiz urug' foizlari 0 ko'rsatkichini ko'rsatganda ham TZ jarayoni yordamida eko dasturiga olib farzand ko'rish imkoniga ega bo'lishadi. Bu haqida biz sizga keyingi videolarda albatta to'liq ma'lumot beramiz. Ayollarimizda esa bu vaziyat boshqacharoq. Chunki ayol kishi organizmi tuxum hujayralar zaxirasini kamayib ketishi yoki bo'lmasam vaqt o'tgan sari umuman yo'qolib ketishi natijasida biz antral hujayralarni ko'rmasak, reproduktologik salomatlikka bu keskin ta'sir qiladi va hattoki eko bilan ham sizda farzandlik bo'lish demak imkoniyati yo'qolib boradi.
tuxum hujayralar zaxirasini demak biz miqdori sonini qanday bilishimiz mumkin? Buning uchun albatta siz AMG ya'ni gormonlar faoliyatini tekshiramiz. AMG gormoni, FSG, LG gormonlarini tekshirgan holda agar sizda AMG gormoni demak o'sha 25 yoshli ayollarimizda birdan pasayishi kuzatilayotgan bo'lsa, darhol reproduktologga murojaat qilishingiz kerak. Agar siz farzandli bo'lishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz va reproduktolog sizga ultratovush tekshiruvi yordamida biz demak zaxiralarni qancha qolganini va ularni demak sonini biz tekshirib boramiz. Va keyingi tahlil bu albatta demak ayol kishini har oyda o'sha kuzatilishi natijasida menstrual sikldagi o'zgarishlar bormi yoki men integrativ mana shifokor sifatida yana aytib o'tamiz, turli xildagi boshqa omillarning ta'siri ham tuxum hujayralar zaxirasini demak qancha vaqtda sizda yana ishlab berishi, reproduktologik demak sizda funksiya yana qancha yilgacha amalga oshishini biz ko'rib tahlil qilgan holda aytishimiz mumkin. Bu faqatgina demak ayollar gormoni estrogen, progesteron va bosh miyaga bog'liq bo'lmagan holda yana boshqa omillar ham mavjud. Demak o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holda va integrativ vrach sifatida avvalambor birinchi navbatda bu sizda sog'lom turmush tarziga e'tibor berishingiz, hattoki sizda zaxira kam bo'lganda ham uni saqlash mumkin. Siz demak o'z vaqt soatida o'sha uxlashingiz, undan kech bo'lmagan uyquni bo'lishi, sizda sportni doimiy ravishda hayotingizda bo'lishi, ya'ni o'tiradigan ish bo'lsa ko'proq harakatda bo'lishingiz, har kuni o'sha eng mashhur bo'lgan 10 000 qadamlarni yurishingiz bu sizda zaxirangizni asrashga yordam beradi. Chunki biz zaxirasi juda ham kam bo'lgan, hattoki o'zimiz tajribamizda bitta-ikkitagina tuxum hujayra ko'rganimizda 15 000 qadamlab, 20 000 qadamlab yurgan patsientlarimizda zaxirani yanada ortishi kuzatilganligiga biz o'zimiz demak amin bo'lganmiz va hattoki ekoprogrammaga olganda tuxum hujayra sifati past chiqayotgan qizlarimizda mana shu demak yurishlar orqali vaqtida uxlash va sog'lom ovqatlanish natijasida ularda keyingi protokollarda yaxshi hujayralar, sifatli hujayra berishlari va bu albatta sog'lom embrionlarning hosil bo'lishi demakdir. Va demak shunday yana omillar bo'ladiki, yosh qizlarimizda ham bu demak mana hayz ko'rgandan keyin ko'pincha onalarimiz e'tibor berishmaydi. O'zim praktikamda ham shunaqa bo'lgan. Ya'ni ularda hayz ko'rdi, bo'ldi demak yaxshi deb o'ylashadi va 2 oy, 3 oylab hayz ko'rmay yurgan qizaloqlarimizni demak o'sha vaqtida vrachga olib borishmaydi, uyalishadi ginekologlarga olib borishga va bizga yangi turmush qurgan oilalar hattoki kelishadiki, 1 yil bo'lmagan, hayz sikli o'zgaryapti, farzand ko'rish istagi bor, bo'lmayapti. Ko'rganimizda tuxum hujayralar zaxirasi umuman keskin kamayib ketganligi, hattoki yo'q bo'lgan holatlar ham kuzatilishi mumkin. Shuning uchun shunday achinarli holatlar bo'lmasligi va albatta biz bilamiz bu yosh oilalarning demak ajralib ketishiga, buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun demak avvalambor onalarimizga murojaat qilamiz. Tuxum hujayralar zaxirasini qizlaringizda tekshirishingizni maslahat beramiz. Ginekologga murojaat qilish bu uyat emas, albatta nabarot bu sizda demak qizingizni sog'lomlik va ginekologik demak o'sha sog'lomlikni tekshirgan holda bilishingiz bu muhim ahamiyatga ega va albatta sizda zaxira kamligini ayollarimiz o'zlarida bilishsa, hattoki bitta tug'ruq bo'lgandan keyin ham zaxira kamligini biz aytsak, biza ular bilan tezroq demak yetishmayotgan vitaminlarni, organizmdagi bo'layotgan o'zgarishlarni qoplagan holda, demak ularga davo choralar bergan holda farzand rejalashtirayotgan demak ayollarimizga tezlashishni biz maslahat beramiz. Va tuxum hujayra zaxirasini kamligi yana nimaga e'tibor berishimiz kerak? Albatta bunda biz ayol kishida klimaksni, ya'ni menopauzani voqli bo'lishlari hozir kuzatilyapti. Ya'ni oldingi paytlarda 40-45 yoshga yaqin bo'lsa tuxum hujayra zaxirasi bu sizda tuxum hujayra kamaygandan keyin klimaks paydo o'sha bo'lishini, menopauzani tezlashtirishi mumkin. Ya'ni sizda zaxira kamaygandan keyin albatta demak o'z ishini tugatgandan keyin tuxumdon menopauza klimaksga kiradi ayol kishi. Mana shu jarayon ham bugungi kunga kelib demak juda ham yosharib bormoqda. Hattoki 30-35 yoshda ham demak menopauzaga o'sha klimaksga kirayotgan ayollarimiz ko'plab kuzatilyapti. Shuning uchun bu faqatgina farzandli bo'lish uchun emas, tuxum hujayra zaxirasini biz saqlashimiz kerak, balki klimaksga o'sha vaqtida kechroq kirish uchun. Chunki klimaksga kirgandan keyin bilasiz, o'sha ayollar gormoni keskin pasayib ketadi. Tuxum zaxira o'sha kamaygandan keyin, ishlab chiqarmagandan keyin estrogen, progesteron gormonlar, testosteron gormonlar ishlab chiqarish kamayadi. Shuning uchun demak turli xildagi boshqa yana nima deydi, o'zgarishlar klimaks davrida kelib chiqishi mumkin va bu demak sotsial hayotdan ayol kishini oilada o'rnida va uni demak o'sha o'zini demak psixologik
biologik jarayonlari ham o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta ayollarimizga biz aytib o'tamiz, tuxum hujayra zaxirasi bu juda muhim ahamiyatga ega. Men doim aytaman patsientlarimga ham, bu ayol kishiga brilliantdan ham qimmat hisoblanadi bu zaxira. Chunki siz keyinchalik buni hech qanaqa pulga, hech qanaqa brilliantlarga ham paydo qila olmaysiz. Uni olib o'rniga qo'yib qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun ham demak siz bunga juda ahamiyatli bo'lishingiz kerak. Sizda farzand ko'rish rejasi bo'lsa, albatta reproduktologga vaqtida murojaat qilib, har yili tuxum hujayralar zaxirasini ultratovushda tekshirib, gormonlar yordamida tekshirib borib va demak bunga kerakli bo'lgan davolarni, vitaminlarni, minerallarni va shu sog'lom turmush tarzini vaqtida rioya qilishlik, sog'lom ovqatlanish albatta sizni tuxum hujayra zaxirangizni demak ko'p yillar davomida ushlab turishga va ularni demak ishlashi uchun, sizni menstrual sikl normada bo'lishi uchun va eng muhimi klimaksni erta qarishni biz uzaytirishimiz maqsadida bizga bu kerak. Va albatta sizlarga ham tuxum hujayralar zaxirangiz albatta juda ham ko'p bo'lishini, vaqt soatida tuxumdonlar ishlashini va albatta har doimgidek go'zal, chiroyli, gormonlarga to'la bo'lgan holda hayot kechirishingizni tilab qolamiz. Ushbu videomizni oxirigacha ko'rib borganingiz uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Sizlar bilan Siz ona bo'lasiz klinikasi reproduktolog, shifokor, preventiv vrach Usmonova Hilola Anvarovna bo'ldik. Doim sog' salomat va go'zal bo'lib yuring.